Tak. Buni tekshirib ko'raylik-da bularni. Tak. Operatsiya necha soat bo'ldi? 2 soat bo'ldimi? 2 soat bo'ldi chiqqaningizga. 5:30da chiqdi. 5:30. 2 soat bo'ldi, ro'parasi. Chap quloq protez qo'yganmiz, hozir tekshirib ko'ramiz, xo'pmi? Yoturing. Mana buni eshitdim deb aytasiz, xo'pmi? Eshityapsiz, ha? Endi bu qulog'ingizni yopib turing-da. Mana qo'lingiz bilan. Yopib turing dedi. Eshityaptilar. Endi men gaplarimni qaytarasiz, xo'pmi? 18. Qattiq aytavering. 15. 17. 20. 30. 40. 70. 80. 90. Eshitildimi oxirgisi ham? 90 deganim ham eshitildimi? 84. Oxirgisi 90. Endi u yog'ini eshish qiyin, yaxshi zo'r. Protez qo'ygandan o'siradi, eshitingiz ham ochildi-da. Yaxshi bo'ldi, xudo xolisa. Endi ehtiyot qilib tursangiz, pardalarni o'sib, protezlar joylashib ketsa, yana ham yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Zo'r.